Tirgakdir siz yurgan yo'limda. Har bir ishda o'rnaksiz opa. Yaxshi kunda, yomon kunimda menga juda keraksiz opa. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ibodatxon opajonim, sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz ham a'lomi? Ha, yaxshi. Salomat bo'ling hamisha. Biz sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, bezovta emasman. Boringizga shukronalar. Mana shunday muborak kunlar, qutlug' ayyomlar, tavallud kuningiz, qolaversa ro'za Ramazon oylari sizga muborak bo'lsin. Rahmat. Hamisha yaqinlar ardog'ida, e'zozda bo'lib yuring. Qadrlilar, qadrdonlar qatorida turing. Biz Telegram ijtimoiy tarmoqlarida o'z faoliyatini olib borayotgan Yaqin insonimga izhorim tabriklar loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Feruza Bonu bilan jonli muloqotdasiz. Sizni tabriklab qo'yish maqsadida bizga bog'langan yaqin insonlaringiz borlar. Ular o'zlarining ajoyib tabriknomalarini, dildan chiqqan haqiqiy dil so'zlarini siz uchun qoldirganlar. Nima deb o'ylaysiz? Sizni shu qadar yaxshi ko'rib, hurmat qilib yurguvchi bu yaqinlaringiz kimlar bo'lishi mumkin? Kim bo'lishi mumkin opajonim? U kishi mening mehribonim, ishonganim, tog'im, suyanganim deya ta'kidlab o'tdilar sizni. Xayr-singlim. Albatta mehr-muhabbatingiz hech ham adashmadi. Mehriboningiz, jonkuyaringiz Sayyoraxon opajonim nomlaridan ajoyib tabriknomalar bor. Go'zal tabriknomalarni go'zal singlingizdan qabul qilib olasizmi? Ha, rahmat. Rahmat sizga ham. E'tiboringiz, ajratgan qimmatli vaqtingiz uchun. Assalomu alaykum qadrlar Osmonim. Hurmatlarga sazovorim. Samimiyim, shirin zabonim, sabrli opajonim. Jannat hurlaridan-da, zamin gullaridan-da go'zalim. Mening mehribonim. Men sizni ushbu muborak kun, tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz opajon 18 yoshingiz bilan tabriklayman. Betakrorim, bebahoyim, bardoshli, qanoatli opajonim. Ushbu go'zal kunlar sizga qutlug' bo'lsin. Gulim Rayhonim, ilohim dunyo turguncha turing. Baxtli ila, saodat ila yashang, huzur halovat ila yashang. Robbim ko'ngil xotirjamligi ila siylasin sizni. Qalbingizni nur, yuzingizni baxt kuldirsin. Uyimizni nurga, fayzga to'ldirib keling. Xonadonimizni kulgularingiz, duolaringiz bilan to'ldiring. Borligingiz o'zi baxtdir. Sizdek duogo'yim, qalbqonim, suyanganim, dardlarimga darmonim borlik davlatdir. Farzandlaringizni rohatini faqat huzurda ko'ring. Nabirajonlar, abirajonlar kulgusi xonadoningizni to'ldirsin. Mo'tabarim, munisam, sizga yaxshi ko'rishligimni ko'p bor aytganman. Yana aytaman, duolaringizga doimo muhtojman. Chunki sizning duolaringiz ijobatli, sizning so'zlaringiz, nigohlaringiz qudratli. Robbim sizni biz uchun, jigarlar uchun asrasin, avaylasin. Zero biz uchun juda ham azizsiz, qadrlisiz. Bu dunyoda suyanganim tirgagimsiz. Sabr, taqvo, ishq, vafoda o'rnagimsiz. Quvonchimsiz, menga juda keragimsiz. Yuragimga yaqin qadrdonim opam. Menga yoqar ibrat to'la so'zlaringiz, osmonimda to'lin oydek yuzlaringiz. Menga doim kuch bag'ishlar so'zlaringiz. Jon kuyarim, mehribonim jonim opam deya mana shunday go'zal tabriknomalarni singiljoningiz, mehriboningiz Sayyoraxon va albatta nabirajoningiz Dilafruzxon nomlaridan qabul aylaysiz opajon. Rahmat, rahmat, senga rahmat. O'zlaringga ko'p yashanglar, minglarga kiringlar, yuzlarga kiringlar. Baxtli davlatli bo'linglar. Rahmat opajonim, siz ham ularning baxtiga sog' va salomat bo'ling. Qanday duolaringiz, shirin so'zlaringiz bor ular uchun? Ko'p yashasin, baraka topsin, yuzlarga kirib yursin. Sog' salomat qolib yursin. Meniga shunlarning ikki barobarlariga kirsin. Xudo menda biriga 1000 bersin, 1000ga tuman bersin. Ishlariga omad bersin, savdolariga baraka bersin. Vallarini huzurini ko'rib qana yursin. Xudo benda meni yo'limda berib, senga o'xshab nebara Xudoga shukr. 30 tadan oshdi chevaralarim. Ularni 40larga bersin chevaralar. Xudoya sog' salomat qolib, o'ynab kulib qana yurishlarni Allohdan tilayman. Ilohim opajonim, siz ham ularning baxtiga sog' va salomat bo'ling. Singiljoningiz sizni shu qadar yaxshi ko'rar ekanlarki, u kishining har bir so'zlari, har bir nasihatlari ibratli deya ta'kidlab o'tdilar. Baxtingizga, mehr-muhabbatingizga ko'zlar tegmasin. Muborak 80 yoshingiz yana bir bora muborak bo'lsin.
Tavallud ayyomingizni yaxshi ko'rganlaringiz ardog'ida, e'zozida, yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling. Salomat bo'ling. Rahmat endi senam yuzlarga kirib yurgin. Sog' salomat bo'lgin. Mayli, yuzlarga kir. Rahmat sizga ham go'zal duolaringiz uchun. Salomat bo'ling. Rahmat endi, rahmat. Ko'p yasha. Opa bulut bo'lib sitilib ketdim. Opa yashin bo'lib yiqilib ketdim. Opa yomg'ir bo'lib to'kilib ketdim. Opa jonim dardlashgani keling bir kecha. Rangimning rangini eslolmay qoldim. Tomog'im achishib yig'lolmay qoldim. G'aflat bosib sizni yo'qlolmay qoldim. Opajonim dardlashgani keling bir kecha. Yostig'imga oylar botsin desangiz, yulduz yonimizda yotsin desangiz, yostig'imga oylar botsin desangiz, yulduz yonimizda yotsin desangiz, bir kunim odamday o'tsin desangiz, opa dardlashgani keling bir kecha. Bir kunim odamday o'tsin desangiz, opajonim dardlashgani keling bir kecha. Qo'shig'im rayhondir, qo'shiqlarim zarif. Bir ko'nglim podshodir, bir ko'nglim g'arib. Xudodan so'rovdim hofiza bo'lay deb, opajonim dardlashgani keling bir kecha. Bolaligimga qaytib sho'x yil bo'laymen, dardlarimni aytib yengil bo'laymen. Bolaligimga qaytib sho'x yil bo'laymen, dardlarimni aytib yengil bo'laymen. Keling yana sizga singil bo'laymen, keling yana sizga singil bo'laymen. Opa dardlashgani keling bir kecha. Opajonim dardlashgani keling bir kecha. Opa dardlashgani keling bir kecha.